Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga Mark Mansonning Beparvolikning nozik san'ati kitobi haqida qisqacha o'zimni ko'nikmalarimni ulashmoqchiman. Jumladan hozirgi 21-asr rivojlanib ketayotgan davrda har bir inson zamonni tezligidan o'zini boshqalarga taqqoslab yo bo'lmasa o'zini mas'uliyatidan tashqari bo'lgan ishlarni yelkasiga olib turli xil stress, depressiya va shunga o'xshash vaziyatlarga tushib qolish hech gap emas. Va aynan siz hayotingizdagi turli xil tashvishlardan xoli bo'lishni xohlasangiz, albatta tashvishlar hech qachon arimagan, lekin sizni hayotingizdagi sizga ortiqcha yuk berib turayotgan jamiki mas'uliyatlar, siz o'zingizga taalluqli deb o'ylagan turli xil miyangiz, ongingiz o'ziga o'zi kashf qilayotgan bo'xtonlar, qanaqadir haqiqatdan yiroq bo'lgan narsalarni aynan mana shu Mark Manson o'ziga xos usulda o'zining kitobida jamlab bergan. Bundan tashqari aynan Mark Mansonning qanday qilib o'sha o'zini depressivniy hayotidan chiqib to'g'ri yo'lga o'tganidan tortib ushbu kitobni yaratish tarixigacha to'liq kitob boshidan oxirigacha sizlarga yoritib berilgan. Bundan tashqari bu dunyoda 10 milliondan ziyod sotilgan bestseller qatoriga kiradi va buning har bir o'sha bobida siz o'zingizni samaradorli yo'lingizni oshirishingiz mumkin. Shaxsiy chegaralaringizni o'rnatasiz. Nima uchun insonlar sizni qadrsizlantirishadi? Aynan siz o'zingizga qanday munosabatda bo'lsangiz, boshqalar tomonidan ham hurmat ko'rish. Xullas kalom, sizda bor psixologik har tomonlama turli xil muammolarni asl kaliti Mark Mansonning Beparvolikning nozik san'ati kitobi. O'qib chiqqaningizdan so'ng o'zingizga turli xil insightlar ola olasiz. Bu qanaqadir vaziyatlarga nisbatan shunchaki beparvo, boqib beg'am bo'lish emas, balki o'zingizga berayotgan ortiqcha mas'uliyatlaringizdan ozgina chekinib, haqiqiy hayotda maza qilib yashashni o'rgatadigan kitob. Agar to'liq o'qib chiqib rioya qilsangiz, menimcha sizni hayotingizga ijobiy o'zgarishlar olib kira oladi.